Alloh taolo Qur'oni Karimda sahobalarni nimaga maqtagan? O'zida ehtiyoji bo'lsa ham deyapti Alloh taolo. Walau kana bihim khasasa, o'sha qaysidir narsa dunyo matosi uchun o'zlarida bir o'ta ehtiyoj bo'lsa ham, o'zlaridan ko'ra ehtiyojliroq kishilarga o'sha narsaga yordam qilib, baham ko'rib o'sha narsani foydalanishlikka beradilar. Faulaika humul muflihun. Oyatning oxirida Alloh aytayapti, shular najot topdi deyapti. Shular najot topdi deyapti. Qiyomat kunida najot topish uchun sirotdan oson o'tib, do'zaxdan saqlanib, nomayamon o'ng qo'ldan olib, hisob kitobimiz oson bo'lishligi uchun g'amxo'r bo'lishligimizga Alloh chaqiryapti. G'amxo'r bo'lishga chaqiryapti. Qalbi to'q bo'lishlikka, qanoatli bo'lishlikka. Ming afsus, bugun hozir aytganimizdek 4 ta bola bo'lsa, to'rtovsiga ham alohida narsa qilib bermasangiz rozi bo'lmaydi. Shunga biz majbur bo'lyapmiz. Bolalarni ko'niga biz qarayapmiz azizlar. Tarbiya bobida shunday bo'lyapti. Bolalarni ko'niga biz qarayapmiz. Aslida ular bizga nima qilay, qanday qilay deyish kerak. Bu bizni eng katta yo'qotishimiz azizlar. Yoshligidan ularni yo'q, bolam sabr qilasiz, hayot shunaqa bo'ladi. Imkon bo'lsa ham shunday qilish kerak. Yoshligidan qanoatli qilish kerak. Agar shunday qilib tashab, ularni ko'yniga qarab, ularni toqatsiz qilib tarbiya qiladigan bo'lsak, ertaga o'zimizga qiyin bo'ladi azizlar.